Assalomu alaykum. Hozirgi mavzumiz nevrogen qovuq sindromi. Bu nima degani? Siydik pufagini nerv bilan ta'minlovchi nervlarning zararlanishi yoki shikastlanishi natijasida siyish jarayoni buzilishi. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsam, siydik pufagi siydikka to'lgan taqdirda ham siyish jarayoni kuzatilmasligi yoki siydik pufagida ozgina siydik bo'lgan taqdirda ham tez kichkina hojatga chiqish. Bu nevrogen qovuq sindromi deyiladi. O'zi normada odamda 150-200 ml siydik qovuqda to'lgandan keyin bosh miyaga signal boradi. Kichkina hojatga chiqish kerak degan. Nevrogen qovuq sindromining 3 ta turi bor. Birinchisi giperreflektor turi. Bunda siydik pufagi to'lmagan taqdirda ham siydik pufagi tez reflektor qisqaradi. Belgilari tez siyishga borishi va siydik ushlolmasligi, borganda ham kam-kamdan siyishi kuzatiladi. Bu bosh miyaning po'stloq qavati siyish jarayonida ishtirok etadigan markazlardan biri. Bosh miya po'stloq qavatida insult bo'lsa, yoki travma oladigan bo'lsa, yoki o'sma bo'ladigan bo'lsa, yoki rasseyniy skleroz bo'ladigan bo'lsa, giperreflektor turi kuzatiladi. Ikkinchi turi bu giperreflektor turi. Bu giperreflektor turi siydik pufagi siyga to'lib ketgan taqdirda ham bosh miyaga siyish kerak degan signal bormaydi. Ya'ni bunda dumg'aza qismida 2-3 dumg'aza oralig'ida bo'ladigan nervlar qovuqni, mushaklarni qisqartiruvchi nervlar bo'ladi. O'z faoliyatini normal bajarmagani uchun siydik pufagida to'lib ketadi va bosh miyaga signal yetib kelmaydi. Buni belgisi kam siyadi. Kindikning pastki sohasi ham to'lishgan hissi bo'ladi. Qo'l bilan bosib ko'radigan bo'lsa va siyayotganda ham kuchanib siyadi. Chunki qovuq muskullari atoniya bo'ladi, tonusi pasaygan bo'ladi. Shuning uchun kuchanib nisbatan qovuqni qisqartirib siyishga harakat qiladi. Siyganda ham qoldiq siydik ko'p qolib ketadi. Bunda giperreflektor turi hisoblanadi. Bu bel dumg'aza sohasidagi grijalarda, keyin sariq bog'lam gipertrofiyalarda, umurtqa pog'onasini yoki travmalarda yoki orqa miyada shu joylarda o'smalarda kuzatiladi. Va uchinchi turi disenergik turi hisoblanadi. Disenergik turida bunda bosh miyaning po'stloq qismining pastki sohasida siyish markazi bor. Bu siydik pufagi bilan, ya'ni qovuq bilan siydik chiqaradigan sfenkterni, ochiladigan sfenkterni ikkovini mutanosib birga ishlash markazi hisoblanadi. Ya'ni Pautin markaziga signal yetib borgandan keyin kichkina hojatga borishni dominantlik qiladi, ustunlik qiladi va kichkina hojatga borgandan keyin sfenkterni bo'shashtiradi va siyish jarayoni kuzatiladi. Disenergik nevrogenni qovuq buzilish holatida bunda siydik pufagini qisqargan bilan sfenkter to'liq ochilmaydi. Buni belgisi siygan bilan napori past bo'ladi va uzib bo'lib siyadi va sfenkter yaxshi ochilmagani uchun siydik pufagida siydik qoladi. Disenergik turi qaysi kasalliklar kuzatiladi? Bo'yin va ko'krak sohasidagi grijalarda yoki o'smalarda yoki travmalarda yoki rasseyniy sklerozlarda disenergik turi kuzatilishi mumkin. Endi tekshirishga keladigan bo'lsak, bunda qanaqa turi kuzatilyapti? Shunga qarab tekshirishlarni olib boramiz. Giperreflektor turi bo'ladigan bo'lsa, bosh miyani MRT qilish kerak bo'ladi. Yoki giperreflektor turi bo'ladigan bo'lsa, bel dumg'aza sohalarini MRT qilish kerak bo'ladi. Disenergik turi bo'ladigan bo'lsa, ko'krak, bo'yin sohalarini MRT qilish kerak bo'ladi. Va yana erkaklarda prostata adenomasida ham shunaqa belgilar kuzatiladi. Kechqurunlari tez kichkina hojatga chiqisi keladi. Shunday passiv bo'ladi va chiqqandan keyin ham yaxshi bo'shalib o'tira olmaydi va tomchilab qoladi.
Buni prostata adenomasidan farqlashda prostatani o'zi qilib tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ayollarda opущение matka bo'ladi. Masalan, ko'p tuqqan ayollarda kuzatilishi mumkin. Ko'p og'ir ish bilan yoshlikdan shug'ullangan ayollarda oral sohasidagi matkalarning tushishi hisobiga sfinkter yaxshi ishlamasligi hisobiga siydik tutolmasligi kuzatiladi. Buni ginekolog ko'rib ajratib olishi mumkin. Agar giperreflektiv turi bo'ladigan bo'lsa, davosiga keladigan bo'lsak, driptan beriladi 5 mg dan. Agar giperreflektiv turi bo'ladigan bo'lsa, niramidin, prozrin, mushaklarning tonusini oshiruvchi mediator berishimiz mumkin. Agar disinergik turi bo'ladigan bo'lsa, alfa blokatorlar, ya'ni fokusin, spazmin berishimiz mumkin. Qisqacha neyrogen qovuq sindromi haqida mana shu ma'lumotlarni sizlarga yetkazmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.